Eshitdik, eshitdik. Как положено, довериться orqali hozir bizga o'tkazyapmiz sizlarni. Именно ishonchlarga kirish uchun. Assalomu alaykum. Toshkent shahrida oson shartlarda uy olib berishni va'da qilgan Kredit House ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari yakunlanib, ish mazmunan ko'rib chiqish uchun Toshkent shahar sudiga yuborildi. Bu haqda Kun.uz manbasi xabar bermoqda. Bosh prokuraturaning jinoyat ishini sudga yuborish haqidagi xatidan ma'lum bo'lishicha, ish doirasida 9 kishi ayblangan. Jumladan Baxtiyor Amzayev, Dmitriy Barjenov, Robiya Galyamova, Klara Talipova, G'ayrat Mirkamalov va Bahrom Hikmatullayev Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A V bandlari, ya'ni uyushgan guruh tomonidan juda ko'p miqdorda firibgarlik, 170-modda 2-qism A V bandlari, mulkiy zarar yetkazish, 177-modda 4-qism A B bandlari, juda ko'p miqdorda valyuta qimmatliklarini qonunga xilof muomalasi, 178-modda 3-qism chet el valyutasini yashirish, 184-modda 3-qism juda ko'p miqdordagi soliqlar yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 189-modda savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 192-11-modda 2-qism A B bandlari nodavlat tijorat tashkilotlarida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish va 243-modda, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish moddalari bilan ayblangan. Shuningdek, Alisher Shamsiddinovga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qism A V, 170-modda 2-qism A V, 177-moddasi 4-qism A B bandlari, 192-11-modda 2-qism A V va 243-modda bilan Shoira Rahimova va Shuhrat Mahamadovga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qism A V, 170-modda 2-qism A V, 177-moddasi 4-qism A B bandlari, 178-modda 3-qism, 192-11-modda 2-qism A V hamda 243-modda bandlari bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Tergov yakuni bo'yicha batafsil ma'lumot Kun.uz ixtiyorida mavjud emas. Tahririyatning bu haqida ma'lumot so'rab, avvalroq Ichki ishlar vazirligiga yo'llagan so'rovi javobsiz qoldirilgan edi. Eslatib o'tamiz, Kredit House nom ostida faoliyat yuritib, oson shartlarda uy-joy olib berishni va'da qilgan firmadan minglab fuqarolar aldanib qolgani shu yilning mart oyiga kelib ma'lum bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligining kriminal dasturida e'lon qilingan dastlabki ma'lumotda 860 nafardan ortiq fuqaro jabrlanuvchi sifatida e'tirof qilingan va aniqlangan zarar miqdori 182 milliard so'm ekani aytilgan edi. Keyinroq Kredit House va Infinstro Invest mas'uliyati cheklangan jamiyat ishi bo'yicha tezkor maxsus shtab tuzilib, jinoyat ishi tergovi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ish yurituviga olingan edi. Kun.uz xorijiy ommaviy axborot vositalariga tayanib, jinoyat ishining asosiy figurantlaridan biri Dmitriy Barjenov haqida ham material e'lon qilgandi. Unda aytilishicha, Barjenov o'zining kameradoshi o'rniga sud majlisida qatnashib, 2009-yilning iyul oyida Moskvadagi 4-tergov izolyatoridan qochib ketadi. Dmitriy Barjenov taxminan 1 yil davomida erkinlikda yurgan. 2010-yilning 12-avgust kuni u Moskvadagi Proletarskaya metro bekati yonida huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olingan. Mazkur shaxs Kredit House'ning qamoqqa olingan mansabdori bo'lib chiqdi. Kun.uz manbalarining aytishicha, sudga yuborilgan jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchilar soni bir necha ming kishini tashkil etib, yetkazilgan zarar miqdori 1 trillion so'mdan oshgan bo'lishi mumkin.